o'rtoqlar, agar bu videoni oxirigacha ko'rmaydigan bo'ladigan bo'lsangiz, men sizga o'rgatayotgan ana shu e, aniq vaqt entry vaqtlarimiz sizga hech qanaqa foyda bermaydi. Sizga boshqa любой manaman degan zo'ri kelmaydimi, sizga yordam bera olmaydi. O'shuning uchun qisqa qilaman gapimni, qisqa video olaman, yaxshilab eshitinglar. Ana o'shandan keyin bu strategiyani asl mohiyatini va sizga berishi mumkin bo'lgan foydasini tushunib yetasiz. Qani bo'lmasam ketdik. O'g'illar qaranglar. Siz ham insonsiz, men ham insonman, boshqalar ham inson. Ya'ni ularda ham qo'rquv bor, ularda ham misol uchun haliginaqalik bor. Nima desam bo'ladi? Jasurlik bor, to'g'rimi? Har bittamizni mana 99.9% treyderlarni har bittasini shotini uxlatishini ildizi bitta joydan kelib chiqadi. Ildizi bitta joyda, ishoninglar. Hozir men sizlarga aytaman, sizlar shu tominglar ketadi. Misol uchun, qanaqa bo'ladi? Juda ko'pchilik qanday uxlatadi? 99% treyderlar. Bitta setup beriladi sizga. Xohlasangiz bu narsani головой плечо deng. Xohlasangiz MSS ning farqi yo'q. Siz mana bu yerdan savdoga kirasiz. Narx kelgandan keyin to'g'rimi? Savdoga kirasiz. 1% risk qilasiz. Misol uchun bu $1000 bo'lishi mumkin. 1% riskingiz. Savdoga kirganingizdan keyin narx ozgina yurishi mumkin. Bum, stopingiz uxlatadi. Stopingiz oladi. Keyin nima qilasiz? To'xta deysiz. Mana bu yerda головой плечоda yoki bo'lmasam mana bu yerdagi FEG bor ekan bizga. Balki mana shu yerdan qaytib qolar. Keyin yana 1% minus anaqa risk qilasiz. Mana shu yerda o'zidan. Balki mana shu yerdan qaytib qolar degan maqsadda. Keldi, stopingizni oldi. Ikkinda o'ylanasiz. To'xta, mana bu liquidness hozir bitta swap qilib turib, undan keyin tepaga ketsa kerak degan narsa bo'ladi. Choq yana minus $1000, to'g'rimi? Umumiy 3% bo'ldimi? 100 minglik shotda hisoblaydigan bo'lsak, xuddi shunaqa ko'rinishda 99.9% treyderlar o'zini shotini uxlatadi, real shotini, yoki bo'lmasam katta minusga tushadi. Agar mening gapim noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, yo'q, chumoli san noto'g'risan. Men senga isbotlab beraman deylar. Bilib turibsiz, ich-ichingizdan his qilyapsiz nima bo'layotganini, to'g'rimi? Ya'ni bu nima deyiladi? Bu birinchi navbatda mana shu yerdagi birinchi minusni qabul qila olmaganingizdan, ya'ni mana shu stop lossni siz manqurt miyangiz qabul qila olmayapti. Nifiga себе, men nimaga endi minus qilishim kerak? To'xtab tur, hozir men senga ko'rsatib qo'yaman deysizda, revenge trade'ni, over trade'ni boshlab olasizda. Xuddi shunaqa ko'rinishda, demak, yo katta minus yoki bo'lmasam nima bo'ladi? Shotingiz uxlaydi. Вот. Miya aytmaydiki, "Voy to'xta, mana bu yerda $1000 minus qilding, balki keyingi modelni kutarsan" degan narsa bo'lmaydi. Bu strategiyami mohiyati shundaki, mana strategiyam mohiyati sizga 14 ta vaqt berilyapti. 14 ta vaqt oralig'i berilyapti. Agar 0.5% dan risk qiladigan bo'lsangiz, mana bu yerda minus deylik. Mana bu yerda minus deylik. Uchinchisi ham minus mayli. Lekin bir kunda full minus olishda iloji yo'q-da, tushunyapsizmi? Hech bo'lmaganda bitta, ikkita, uchta, to'rtta plyus qilib beradi baribir. Ya'ni mana shu vaqt oraliqlari sizni bir kunda umumiy plyusga olib chiqib keta oladi. Xohlasangiz, ana shu siz ishlayotgan vaqt anaqangiz bo'yicha, instrumentlaringiz bo'yicha backtesting qilib ko'ring bu narsani. Vaqtlarni ko'pligini sababi ham xuddi shunda. Voy falonchi, mana bu birinchi vaqtda minus qilding. Qaranglar, miyalarga beradi bu narsa. Miyalarga signal beradi. Ikkinchi vaqt oralig'ini kut. Xo'p, ikkinchida ham minus qilding-ki, uchinchisini kut. Hali uchinchisi ham bor-ku. Tushunyapsizlar? Stabilni 0.5% dan risk qilyapsiz. Mayli, minus bo'lsin, bir necha marta takroran minus bo'lsin. Lekin bitta setupni o'zida bir nechta minus qilmang. Mana shu vaqtlar sizni shu narsaga o'rgatadi. Ya'ni keyingi vaqtlar ham bor, keyingi modellar ham bor degan narsani. Ana o'shanda siz umumiy haftangizni, umumiy kuningizni plyusda yopa olasiz. Ana o'shan uchun ham mana shu 14 ta vaqt kelib chiqdi va
asosiy maqsadi ham shundan iborat. Ya'ni insonlarni aniq bir tizimga solish, aniq bir ramkani ichiga solish va ana shu ramka bilan tizimni ichidan chiqmagan holatda savdo qilish. Endi mana o'zingizga challenge uyushtiring. 1 oylik. Mana shu chumoli ham bekordan bekorga gapirmayotgandir. Balki u ham shunaqangi katta xatolardan keyin mana shu gaplarni gapirayotgandir deb turib, o'zingizga o'zingiz 1 oylik challenge uyushtiring. Hozirgi aytgan, o'rgatayotgan strategiyalarim bo'yicha 0.5% dan risk qiling va 1 oylik statistikani o'zingiz ham ko'ringda, menga ham yuboring. Lekin qoidalarga amal qilgan holatda. Birinchi video darsligida qanaqangi qoidalarni tushuntirgan bo'lsam, xuddi shunaqa ko'rinishda qilishingiz kerak. Agar siz bu narsani eplolmayapsizmi, siz demak manqurtlikda eng yuqori cho'qqisidasiz. Ya'ni qo'lingizda tayyor instrument bor. Tayyor instrument bo'lgan holatda ham overtrade qilyapsizmi, shotingizni oqizyapsizmi, demak siz manqurtsiz. Gapimdan xafa bo'lmang. Demak sizda tradingga joy yo'q. Tradingda. Men shunchaki sizga yaxshilik tilayman, yomonlik tilamayman. Bo'lmasam men shuncha gapni gapirmagan bo'lardim. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr.